Akalar assalomu alaykum hammaga. Qarorchi ogoh bo'lamiz. Kuni kecha gaya to'xtatyapti meni. 6 ta odamim bor Damas'da. Hamma biladi 6 ta odam возможно bor. 6 ta odam lishni odam kirmaydi, перекрестga kirmaydi. Lekin 6-ta odamim borda, bittasini qo'lida 2 yo 3 yoshli balachasi bor. Hali bog'cha yoshidagi bola, maktabga chiqmagan, chaqaloqdan sal katta bo'lgan bola. Gaya to'xtatib, "Sani 2 ta odaming bor. Nima uchun bu mumkin emas?" debdi. Bu odam hisobiga kirmaydi, uni sen aytgan odam hisobiga kirmaydi. Hali maktab yoshiga yetmagan darcha. 12 yosh yoqqa tursa, maktab yoshiga yetmagan bu bola. Nima yo'q debdi. Xullas jarima yozyapti menga. O'sha jarima yozdi. Yangi qonun chiqqanmish, bularni даже chaqaloq bo'lsa ham 7-odam hisobiga kiraymish. Bu yengil mashinalarga ham 4 ta odam oladi, qo'li chaqaloq bo'lsa 5 ta odam o'tib перекрестga kirib ketaymish. Yengil mashinalar shunaqa, Damas'lar ham shunaqa. Shunga ehtiyot bo'lib, ogoh bo'lib nima qilamiz akalar?